Алиса, сегодня какая погода? Сейчас плюс 22. Сегодня от плюс 11 до плюс 27. Осадков не ожидается. Aziz kuzatuvchilarimiz, endi uyingizdagi yordamchi ajoyib sirdoshingiz va do'stingiz bo'lgan Alisa nafaqat gapiradi, endilikda esa o'zini emotsiyalarini ham ko'rsatadi. Bugun sizlar bilan onajonlarimiz, opa-singillarimiz uchun ajoyib sirdosh yoki o'zingiz uchun assistent sifatida olishingiz ham mumkin. Alisa Lite 2 Yandex stansiyasi haqida gaplashamiz, uni texnik imkoniyatlari va afzalliklari haqida o'rganamiz. Ekrandan uzoqlashmang, demak boshladik. Yandex stansiya Lite 2 bu ixcham aqlli kolonka bo'lib, uyda ovozli boshqaruv va interaktiv yordamni ta'minlaydi. U ajoyib dizayn, yaxshilangan ovoz sifati va kengaytirilgan funksional imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Yandex stansiya dizayni ixcham va estetik jihatdan jozibali, qurilma dumaloq va baland shayba shaklida ishlab chiqilgan. LED ekran qurilmaning oldi tomonida joylashgan, u soatni va Alisaning emotsional animatsiyalarini ko'rsatadi. Animatsiyalar esa Alisaning kayfiyatini turli ranglar va harakatlar orqali ifodalaydi. Alisa yengil va mustahkam plastmassa korpusga ega. Rangli LED yoritgich buyruqlarga javob berayotganda o'zini o'zgartiradi. O'lchamlari juda ixcham, har qanday xonaga mos tushadi. Eniga 9 cm, bo'yiga 6,5 cm, og'irligi esa 350 grammni tashkil etadi. Dinamikning hajmi esa 44 mm. Yangi Lite 2 modelida ovoz sifati oldingi versiyasiga qaraganda ancha yaxshilangan. Ovoz quvvati 6 wattni tashkil etadi. Musiqa yoki podkastlarni bemalol juda ham tiniq holatda eshitasiz. Hamda ikkita mikrofon o'rnatilgan bo'lib, ancha uzoq masofadan ham ovozli buyruqlarni qabul qiladi. Ovoz tarqatish esa 360 gradus, ya'ni xonaning qaysi qismida bo'lishingizdan qat'iy nazar Alisa sizni eshitadi va undan chiqayotgan musiqa yoki podkastlarni siz ham bemalol eshitishingiz mumkin. Yandex stansiyangizni bir qancha imkoniyatlari bor. Misol uchun, u nafaqat musiqani yoqish yoki o'chirish, ob-havo haqida ham ma'lumot berish, taymer yoki budilnikni sozlash kabi vazifalarni ham bajaradi. Interaktiv muloqot bilan esa siz Alisa bilan istaganingizcha hazil qilishingiz mumkin yoki ertak aytishi, savollarga ham javob berishi mumkin. Bundan tashqari, bolalar uchun maxsus rejimi mavjud bo'lib, bolaning ovozini taniydi va bolalariga mos kontentni tanlaydi. Hamda o'yinlar va qiziqarli dasturlarni tanlashingiz ham mumkin. Misol uchun, shaharlar, rost yoki yolg'on va boshqa o'yinlarni o'ynasangiz ham bo'ladi. Ko'p vazifalarni bir vaqtning o'zida bajaradi. Misol uchun, musiqani o'chirish, chiroqni yoqish yoki boshqalar. Yangi interaktiv animatsiyalari bilan esa Alisaning kayfiyatini ekran orqali ko'rishingiz mumkin. Barcha texnikani afzalliklari va kamchiliklari bo'lgani kabi, ushbu qahramonimizni ham afzalliklari va kamchiliklari bor. Dastlab kamchiliklarni sanab o'tsak, ixcham va zamonaviy dizayn, yaxshilangan ovoz sifati va mikrofonlar, Alisaning yangi interaktiv va emotsional imkoniyatlari, bolalar uchun moslashuvchan rejimlarning mavjudligi, yangi ko'plab vazifalar va buyruqlarni bir vaqtni o'zida bajarishi. Kamchiliklardan esa mustaqil ishlash rejimi yo'q, faqatgina rozetkada ishlaydi. Wi-Fi talab qilinadi, internetsiz to'liq funksiyalari ishlamaydi. Alisaga uyingizda mavjud bo'lgan powerbank yoki batareyalarni o'rnata olmaysiz. Uning uchun maxsus Alisaga mo'ljallangan powerbank xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Aziz kuzatuvchilarimiz, mana shunday ajoyib yordamchingizni, sirdoshingiz va do'stingizni 12 oy mobaynida bo'lib to'lash evaziga oylik to'lovi 120 ming so'mdan boshlab xaridlarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Sizga kerakli yagona hojat esa faqatgina pasport. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizni va sevimli insonlaringizni esa ehtiyot qiling. Do'konlarimiz tarmog'ida ko'rishguncha.